B1, ya'ni o'zbekchasiga zanjabil o'simligi, gelmen hamda parazitlarni yo'q qilishini bilarmidingiz? Bilmasangiz, uni birgalikda mikroskop ostida kuzatamiz. Zanjabil ildizi tibbiyot va tabobatimizda juda ham keng qo'llaniladi. Xususan, juda ko'p kasalliklarga shifo hisoblanadi. Tarkibida 400 ga yaqin foydali elementlar mavjud. Fosfor, magniy, kalsiy, temir, rux, shu kabi mikro va makro elementlarni o'zida saqlaydi. 100 gram barra ildizning energetik qiymati 80 kilokaloriya hisoblanadi. Ovqat hazm qilishini yaxshilovchi, immunitetni ko'taruvchi, o't pufagi kasalliklariga ham juda ham foydalidir. Videoda ko'rganimizdek, parazitlarni o'ldirish xususiyatiga ham egadir. Bundan-da qiziqroq va foydaliroq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun bizning kanalga obuna bo'ling hamda do'stlaringizga ham ulashing.